Vau, uka, kelingda sizga zo'r narsa ko'rsataman. Assalomu alaykum. Akalar, Andijon shahrining eng zo'r lokatsiyalaridan birida joylashgan 2 xonali kvartiramizni obzorini qilib beraman sizlarga. Kvartiramiz muhtasham uylar turar joy majmuasida joylashgan bo'ladi. 2 xonali kvartira, kvadrati 64 kvadrat metr. Orientir Furqat komissiyasining orqa tomonida. Endi sizlarni kvartiramiz bilan tanishtiraman. Koridor qismi juda ham nafis remont qilingan. Koridor qismi keng, o'zinglar ko'rib turibsizlar. Ancha-muncha mebel qo'ysanglar, qo'shqilab qo'ysanglar, sinib ketadi. Bu yoqda vanna qismi. Vannada hamma sharoitlari qilingan. Juda ham yaxshi, kачественный remont qilingan. Kafillarni ham juda ham yaxshi qo'ygan. Undan bu yoqda kirganimizda spayni foydalansizlar bo'ladi. Rozetkalar hamma qulayliklar qo'yib ketilgan. Spaynidan chiqqanimizda yonidagi eshikda zal qismi. Hali ko'rsatganimdek juda ham chiroyli manzara. Kvartiramiz 10-etajda joylashganligi uchun Andijonda juda ham ko'p joylarda ko'rinib turadi. Zal qismidan chiqamiz. Bu yoqda kuxnya. Remontiga ahamiyat bermaysizlar, ustalar ishlashyapti. Yaqinda kuxning mebellarini hammasini o'rnatib, qulay sharoitlar qilib beriladi. Umumikatorlar qo'yilgan. Gazdan aytib o'tib ketaman, umuman muammo yo'q. Hozirgi holatda ham kvartiraning o'zining holati juda ham issiq. Aziz do'stlar, kvartiramiz haqida to'liq ma'lumotlarni opisaniyada bemalol ko'rib tanishsanglar bo'ladi. Albatta bizga qo'ng'iroq qiling, narxlarini yozib qoldiramiz.